Assalomu alaykum. Qalbimda quyosh, ko'zimda nur. Chiroyligimda barim poygaman zor. Biz uchun go'zaldir sizlar hayot. Xudoyim onajonimni jonini ham qilgin ixtiyor. Axir bugun yerdagi farishta Gulbahor onamning shukrona kuni. Farzandlaringiz nomidan ushbu ehtiromni qabul etgaysiz. Musafirda yurgan qizingiz marhamat pokiza bo'lmadi. Qolganlar birbiringizga bo'lsin ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Qolganlar keyin ko'rsatdilar. Dunyoda sarson sarson qadrim ham arzon arzon. Xorligim onamga aytman. Yuribman divonaday, o'z-o'zimga begonaday. Dardlarimni onamga aytmang. Singan qalbim bilan kulib, oqmasini baliqday suzib, yuribman deb onamga aytmang. Dunyoda sarson sarson qadrim ham arzon arzon. Xorligimni onamga aytmang. Muhtaramada qiladicha o'zimni yerdagi farishta. Uch farzandning volidin muhtaramasi Asadbegim, Davlatbegim, ayniqsa Pokiza xonimni joniga xonim. Bugun biz dunyodagi eng chiroyli, sariq hamda samimiy niyatlarimizni qalbimiz turmaning eng chiroyli go'zal nuqtalarga to'g'ri-ku. Sizni qo'shingizga jannat farishtalarini qo'shib keldik va mehrli guldaslarni sizga bermoqni lozim ko'rdik. Onajonim, nima deb o'ylaysiz? Bugun farzandlaringiz nomidanmi yoki bo'lmasa joningizga do'st qadrdon yoru birodarlar yoki bo'lmasa uzoqroq odatda qolgan jigarlaringiz nomidan keldimmi? Farzandlarim nomidan, singillarim nomidan deb o'ylayapman. Aynan bolalarim bo'lsa kerak.
Tecrübeyle kalsak yine tutsun. Hakikaten ham bizga umr qilayotgan qizingiz Pokiza opa. Ko'zda yosh bilan onam meni baxti. Onam meni hayotimni quvonchi. Ular meni shodligim, borligimdir. Aslida onamning borligi menga Xudodan tortdi. Va lekin onajonim oldida qarzim juda katta. Bu qarzlar o'zim bo'lmas albatta. Rozi qilsin deyman-u, toki bor fursatda onam borligi uchunmi mening boshim osmonda. Men onamni ko'rmaganimga 1 yil bo'ldi. Bunga onamni tavallud kunlari. Men ularni hattoki qo'llarini, ko'zlarini so'kmaganim uchun, to'yib bag'rimga bosmaganim uchun, hech bo'lmasa qizlik farzimni ado etmaganim uchun onamdan ming bora uzr so'rayman. Onam yillar davomida yolg'iz o'zi 3 farzandni voyaga yetkazdi. Onam hayotimizni qurboniga, hattoki mening dardkashim qalqonimga aylandi. Goh-gohida onajonim meni baxtimga kuyatlar. Onam aytdi: "Men hali shunday baxtli bo'layotgan, bu dunyoda gapchilar ham, hattoki gapga quloq osayotganlar ham mening baxtimdan hayratga tushdilar. Onajon, faqat yig'lamang, sadqai ko'z yosh. Bilaman, bandasiga yolg'on bo'lgani bilan yaratganga fosh. Aslida bu dunyo mening mehrimdan yaralgan ekan. Siz meni mehri osmonimsiz. Keling biz hozir mana shu davramizda sizning yoningizga tura bilgan, Zuhra onamni yod etib turgan va hattoki Asadbek bilan Davlatbekjon Pokizaxonning o'rnini bilintirmasliklari kerak. Demak, mana shu davramizga ikkala jigarlarni kelishlarini so'raymiz. Marhamat. Siz yosh bo'lishingizga qaramasdan sizga yuzlandim. Ochiq emas, onangizni qanchalik yaxshi ko'rishingizni bizga chamalab bersangiz. Dunyocha yaxshi ko'rasizmi? Yoki oltin javohirlar qadarimi? Yoki bo'lmasa bor vujudingiz bilanmi? Ularni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Bor vujudim bilan. Chiroyli qarsangiz. Mana endi bu qalbingizga shodlik qasrni qurmoqimiz kerak. Mana jigarlaringiz turib yoningizga, qani jigarlarim, bir o'ylab kelsak, chunki bundan ortig'iga haqlisiz. Marhamat. Yanımda size hayatımın borçsuz jigarları
huzuri xodimni, qadri osmonimni, qadrini tog'lardan bilan ko'rmoqchimiz. Endi bugungi super surprizimiz Pokizaxon, Ozodbekjon hamda Asadbekjonlar nomidan qani qabul etasiz. Matonaxon esa opam bor, chiroyligim dilbarim, boy jannat zor. Biz uchun go'zaldir ular bilan hayot. Xudoyim har bir opamni jonini qalbini yutgan. Birin-ketin tillolar bilan bularni baxtimizga bosamiz. Qani ketdi. Mana juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opajonim mani, siz mehribonim mani, yurmasam shohlar oldida hammani. Opajonim mani, siz mehribonim mani, yurmasam shohlar oldida hammani. Agar biz Pokizaxonni talabasiga qo'shishlarga ko'ra, hozir olam aro kesib piyoda. Qizingiz do'st topmadi sizdan ziyoda. Ishonmaysiz hattoki bu keng ko'ngil olamda ular har gal mening onam eng dilbar akam. Onam juda yosh, qalamqosh. Lekin sochlarida aynur oqtola. Qiynalsa ham Xudoyimga qilmagan nola. Onamiz bor uchun biz bo'lamiz bola. Mening onam eng dilbar akam. Qismatiga onam ko'nib yashadi. Ayniqsa armonlarim diliga ko'mib yashadi. Dardning daryosida cho'mib yashadi. Mening onam eng mard, eng oqila, eng go'zal ayol. Onajonim, shoirimiz o'ziga kelasiz. Xo'pmi? Poyiga oqsa gulchalar sochib, qalbiga shodlikdan urg'on qilaman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch kechalari turar yo'l bo'ylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrar avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Birga tabriklaymiz. Ana endi qurolicham ijozat bersangiz. Biz Istiqlol tantanali saroyida bizdan ham o'zgalar mazza qilib hordiq chiqarishyapti. Ularga ham ko'p xalaqit bermaymiz. Shu boisga bugun sizga ozmi ko'pmi dilingizdagi dilnomalarni yetkazib qo'ydik. Pokizaxonning eng so'nggi so'zi. Zuhra bujonim eng so'ngida eslang. Mana onajonim dunyo keltirdilar. Qabrlar Allohim Allohning nur kalom bilan to'lsin. Allohim o'zi aziz hamda mukarram aylasin. Allohim ularni shunday bir chiroyli yerga qilganki, onamdek ulug' ne'mat farzandlarni bergan. Onam jannat farishtasi edilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Biz ham Allohdan rozimiz. Bizni shunday onamiz borligiga. Allohim yoshingiz ulug', qadamingiz sobit qadam, obodatda mustahkam. Farzandingiz Allohga omonat. Safarlari bexatar bo'lsin. Jamiki farzandlaringizni
rohatini ko'ring. Keling bu chiroyli qilib Pokizaxonga rahmat aytib qo'ysangiz. Bolalarım dunyo turguncha tursin. Sahibolardan bo'lsin, Asadbegimni ham aytmadi safa bo'lardi. Asadbegimni ham munosib qissasi katta. Bolalarim sahibolardan bo'lsin. Nima niyat bo'lsa niyatiga yetsin. Shunday barakatlar qilganimni o'zim ham faxrlanaman. Endi maqtashimiz ham. O'zim juda ham faxrlanaman. Esli aqlli bo'lib, ham ona ham ota bo'lib katta qilib, ishqilib nima deydi, namni o'qiladi. Ishonchimni. Bolalarim sog' bo'lsin, singillarim ham baxtimga sog' bo'lsin. Shu yerda qo'shnilarim, qarindoshlarim hammalari sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa bolalarimni kelin-kuyov to'ylarida ham minnatli ko'payib, safimiz to'ylar o'tkazish nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin to'ylar qilish. Rahmat. O'zingiz aytganingizdek, O'zbekistonda Toshkentda bo'lsa ham Asadbekni, Davlatbekni, Pokizaxon huzur halovatini ko'ring. Onaning baxti farzandidir. Inson qasri murosa yashash mumkin-ku, qadrsiz yasholmas ekan. Allohim qadringiz osmonlardan baland bo'lsin. Salomat bo'lasizlar.